Qiziqchi Avazoxun avariyaga uchraganidan xabaringiz bormi? Azizlar, videoni oxirigacha tomosha qiling va shou biznes yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Endi tanilgan yillarim edi. Erta saharlab ayolim, qizim va men Andijon Qo'qon katta trassasida ketayotganimizda ko'zim uyquga ketib qolib, mashinamiz pastga dumalab ketgan. Hayotimda niyat qilib olgan birinchi mashinam yangi Spark'ning 3-kunida shu voqea sodir bo'lgan. Qizim yig'laganda o'zimga kelib ko'zimni ochsam, mashina ag'darilib yotibdi. Eshikni ochib bir qo'lim bilan qizimni olib, tashqaridagi odamlarga berganman. O'zimiz ham chiqib olganimizdan keyin bizni kasalxonaga olib ketishgan. Shundan so'ng bir oy davomida quloqim eshitmay qolgan. Xudoga shukr, o'shanda hech kim qattiq jarohat olmagan, lekin bunday vaziyatni hech kimga ravo ko'rmayman, deydi Avazoxun.